Sharafat buni ayollar jotish uchun uxlaydimi, akşam ya basharasini tinchlantirish uchun jotadimi? Hayronlar qoldim. Bunday chiqqan holatda qanday chiqqan qilib uxlaykan? Men masalan tuqqanimda qornim kirsin deb o'zimcha endi ana chit bilan baylamoqchi bo'ldim. Nafas ola olmay barka hayotda baylanmadim. Bunday chiqqan jaltiramasi bu bashara. Iday bu agar burga bilmasdan sakrab jarsa bormam ona basharasida. O'nliq oyog'i toyib basharaga qarab jig'iladi-da. Bizlarda bashara ham bashara ekanda o'ynalib ketay Sharafat. Betimiz bilasanmi, mana poralarimiz teshiga kattalikdan vulqon otilganga o'xshaydi. Ertalab barga bir ovqatlik moyda ot, taom bilan juvib, indamay ketaveramiz. Hapirajon, xafa bo'lma, o'ynalib ketadi. Bu yuzingdagi ajinlar hayotdagi mashaqqatlaringdan dalolat beradi. Yuzingdagi dog'lar esa tug'ganingdan dalolat beradi. Sen bekarga yurgan yo'q. Bu hayotga insoniyatni ko'paytirish deb mas'uliyatli ish tiqib jotibsan-ku oxir. Ey Sharafat, WhatsApp'ga tegurmasdan tinchgina to'ng qayib tinimsiz tug'urganingdan o'ting ishlamay qolgandan beting dog' bosib ketgan deb aytsang ham xafa bo'lmayman. Qog'ozga urading.